Mustahkam makon barpo etishga muhabbat bizning qonimizda bor. Biz yaqinlarni yanada yaqinlashtiramiz. Jamiyatning bir qismiga aylanamiz. Bizni katta maktablar qo'rqitmaydi. Har qanday sharoitda mukammal tarzda ish olib boramiz. Biz qoidalarni o'zgartiramiz. Har doim yaxshiroq bo'lishga intilamiz. Biz masofani kilometr va gektar bilan o'lchamaymiz. Buni faqatgina baxtli oilalar, odamlarga ko'rsatilgan yordam, yaqinlarning quvonchli ko'zlari bilan o'lchaymiz. Biz uchun oila qadriyatlari mustahkam, ota-onalar va farzandlar o'rtasidagi mustahkam ko'prikka aylanamiz. Biz uchun vatan, sevgi va mehr oqibat eng oliy tuyg'ulardir. Har bir qadamimizda kelajakning yorqin nurlarini kashf etamiz. Biz uchun bolalarning sho'x-shodon o'yin kulgusi, sevikli qalblarning yangi hayotga bo'lgan chaqirig'i muhimdir. Ular uchun doim harakatdamiz. Biz faqatgina turar joy majmualarini qurmaymiz, ulardan sifatli va qulay hayot barpo etamiz. Va buni uzoq yillar davomida saqlash uchun harakat qilamiz. Turar joy majmuasi bu beton devorlar, baland shiftli xonadonlar va yuqori qavatli binolar emas. Bu insonlar hayotini yaxshi tarafga o'zgartiradigan loyihalar majmuidir. Innovatsiyadan texnologiyagacha, tibbiyotdan ta'limgacha, u qanday bo'lmasin, hayot tarziga bo'lgan qarashlarni o'zgartiramiz. Biz kecha, biz bugun, biz ertamiz. Ulkan bunyodkorlik ishlari tufayli tarixning ajralmas bir qismiga aylanamiz. TXT Group, kelajakni birga quramiz.